Mana doktorlar 15 kun umri qoldi dedi. Mana o'shanga mana 8 oy bo'ldi. Qorin ishgan, qorinda 29 litr suv olgan. O'sha suv, asosan suv qorin ish qiynagan. Jigar sirroz bilan borganmiz, B turi bilan borganmiz. O'ta og'ir ahvolda olib ketganmiz. Samolyotga yotkizib olib ketganmiz xo'jayinimizni. Anaga 5lik shpritsda suv berganmiz. Shu xolos. U borguncha shu holatda borganmiz. Mana doktorlar 15 kun umri qoldi dedi. Mana o'shanga mana 8 oy bo'ldi. Bordik aeroportda kutib oldi Mahbubni komandasi. Keyin shu bilan gostinitsaga olib keldi. Gostinitsadagilar aytdiki, bu bemordi dedi, tezlik bilan больницаga Fortis klinikasiga olib ketinglar dedi. Shuni olib bordik, darrov reanimatsiya bo'limiga oldi. Shu bilan obeddan keyin kechki 5 ga kelasizlar dedi. Borsak, bir chiroyli qornida suv yo'q. Chiroyli bo'lib yotibdi, ovqatlarni yeb o'tirgan ekan borsak. Bu holat endi bitta Allohga, menga ayon. Uni endi Xudo bilagiz. Xudodan so'rab bor tavakkal deb ketganmiz. Bizga umuman muammo tug'dirmadi. Muammo emas, bizga hamma taraflama yordam berdi. Ayniqsa Mahbub, Mirzobek, Islom yigitlar hamma o'sha Mahbubning komandasi bizga katta yordam berdi. Rahmat ko'knam, umringiz uzoq bo'lsin. Mana so'raligingizdan mana xo'jayin yaxshi qoldilar. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Xursand bo'ldim juda. Salomat bo'ling. Kelin qani kelin. Mana o'g'limiz. Mana shu yigitga kelin qilib qo'yganman. Xudo xolsa to'yga kelasiz. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. To'yga chaqiramiz, to'yga kelasiz.